hozir murojaat bor? Bugungi hozirgi ertalabdan beri bo'lganda 10-12 to'yga tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Bir tomonim qizyapti, bir tomonim qizmayapti degan joyni eskisini hammani almashtirib ketdi. Shuning uchun bitta istayapti hozir ishlayapti. Hozir sizni santexniklaringiz dejurniy santexniklashyaptimi yoki bu chunki endi almashtirish jarayoni bu planoviy ishda, hozir ekstreniy ishda qilishimiz kerak biz. Havo chiqarish ishlarini bu hozir siz turba almashtirish ishlaringiz planoviy ishga kiradida, kunduzi bajariladigan ishga kiradi. Endi hozir kunduzi boshlagan, kechroqgacha qoldida. Demak bu navbatchilik qilmayapti. Yo'q, men navbatchilarim shu yerda. Nechta navbat santexnik? Hozir bu yerda bitta, ikkita, ikki kishi bor. Bir kishi elektrik, bu yoqda Tuzilda yana ikki kishi bor. Bitta nomerlarni telefon ko'raylik. Tekshiraylik. 71 205 84 88. O'sha aholimizga qulaylik yanada xizmatimiz sifatini oshirish maqsadida biz mana call center o'rnatganmiz. Har bir fuqaroni ovozi yozib boriladi. Keyin analiz qilish maqsadida. O'z vaqtida to'langan majburiy badal siz va oilangiz uchun xavfsiz va birgalikda rivojlanishimiz uchun yordam beradi. Iltimos, Bugungi ATS bazasini o'rnatganmiz. Demak, telefoningiz ishlayapti. Endi o'sha onlarimiz bu moddiy bazamiz. Darajada Nima muammolar bor hozir? Nimaga bo'lmasa shuncha mana moddiy texnika bazangiz bor ekan, texnikangiz bor ekan, mana fittinglaringiz bor, lampa, hamma narsa bor ekan. Nimaga o'sha aholini zudlik bilan murojaatini bajarish choralari ko'rilmayapti? Aholi nimaga norozi bo'lyapti? Bugungi kunda norozi kayfiyat tug'ilishga o'rin qolmagan, hech qanaqa muammoimiz qolmagan. Ataplanish bo'yicha ham, tom qismi bo'yicha ham kechagi yomg'irdan keyin 1-2 yana murojaat kelib tushgan, buni ertadan bartaraf qilish. Tomni chakka o'tish holati. Yangi yopilgan tom bo'lsa ham baribir qaytadan yana tushdi. U ham ozgina nam bo'lib qolgan, o'tib ketmagan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Biz sizni uyingizga boryapmiz. Menga bitta mikrofon bera olasizlarmi? Ha? Sizga bir savollarim bor edi. Savolim taxminan respublika bo'yicha nechta kompaniya bor? 948 ta boshqaruv tashkilotlari. Hozirda nechtalar? Bitta. Bitta. Men o'ylaymanki, agar hamma kompaniyani, boshqaruv kompaniya rahbarlari vijdonan ishlasa, sizga hojat qolmaydi, bunaqa tekshirash kerak. To'g'risini aytaman. Qachonki sizga murojaat qilinsa, to'g'ridan to'g'ri masala ijobiy hal bo'ladi. Lekin bu darajagacha borish kerak emas deb o'ylayman-da. Mana siz bizda jonli efirimizda murojaat qoldirgan edingiz. Bizda juda ham ko'p izohlar bo'ladiki, murojaat qilingan joyga borilmaydi, bu oldindan tayyorgarlik ko'rilgan degan bir fikrlar bor-da aholida. Mana siz o'zingizni bir obyektiv fikringizni ayting, qanday jarayon bo'lyapti, qanday yuryapti jarayon? Jarayon yo'q, bu hech qanaqa rejalashtirilmagan. Murojaat qildim, haqiqatan keldinglar. Men murojaatim shundan iboratki, shu boshqaruv servis kompaniyani yaxshi taraflarini ham ko'rsatib berish. Nimagaki, ishlashyapti, aholi bilan kelishgan holda. Ta'sir qilmayapsizmi? Bu sovuq emasmi siz? Beryapti. Issiqqina nima kurtkalardan berish kerak boshqaruv tashkilotlari. Hammasi berilgan. Bormi? Bozorlarda ishlab yurishganligi uchun Siz haqqoniy santexniksiz, kulichingiz bor. Qo'lingizda. Ana shu kulich sizni boqadi. Ha? Qani boshlayapsanmi? Qancha pul yig'dingiz shu domda? Qancha xarajat pul ishlatdingiz? Aniqini to'g'ri aytolmayman, lekin ishlatgan mablag'imiz 100 milliondan oshadi. 100 milliondan holat rahbarimiz boshqaruv servis kompaniyalarini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berganlar, chunki bular tadbirkor. Mana tadbirkor. Bular sizni domingiz o'sha majburiy badalga qaramasdan remontini qiladi, sekin-sekin o'sha pulini berib borasiz. Mana shu bo'yicha moddiy texnika bazasi bor, qo'shimcha servis xizmatlarini qiladi, qo'shimcha daromad topadi. Mana yerto'lalar bo'lsa,
o'sha qo'shimcha servis xizmatlari bilan bular o'sha zudlik bilan bartaraf qilish choralari yana ko'riladi. kutishyapti. Bartaraf bor, oldindan taxminan misol uchun hozir elevator tuzilsa 25 million pul bo'ladi. 60 ta xonadoniga 500 million hozir agar yig'adigan bo'lsa, kimdir ham beradi, balki kimdir ham bermaydi. Lekin bu nosozligi sabab butun domda отопление bo'lmaydi. Muzlaydi. Yurtimizda faollar borligidan siz oldin ham murojaat qilgansiz, ko'p murojaat qilgansiz. Shu nima boshqaruv tashkilotlaridan norozi bo'lib, umuman uylarimizda muammolarimiz ko'pdi. Mana hozir keldik, siz bilan uchrashdik. O'sha muammolar sekin-sekin bartaraf qilinayotganidan xursandman.